Elabodda minus birinchi etajda kvartiramiz sotiladi. Kvartiramiz korobka holatda 3 xonali 68 kvadrat. Ushbu kvartiramizni ko'radigan bo'lsa, narxi xudo xolasa o'ta qulay holatda. Mana bu hammomlari, hammomni chirog'i yo'q ekan. Lampochkasi qo'yib qolibdi, lekin boshqa xonalarniki hammasi bor. Mana shu yaxshi holatdagi kvartira. Mana shu holatda olingan. Ko'rishingiz mumkin. Minus birinchi etaj, podval. Bu yerda suv, svet, kanalizatsiyadan xudo xolasa umuman muammo yo'q. Narxi juda ham zo'r holatda. Narxi $15,000. Shundoq notariusga tayyor holatda shundoq sanaysiz, nomingizga o'tadi. Bemalol remontini qilib, ushbu kvartirada yashashingiz mumkin xudo xolasa. Bu yerlarda aytganimdek suv, svetdan xudo xolasa muammo yo'q. Ekranga egalarining raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin.